O'quvchilar, IDC birinchi qismning 28-mavzusiga ham yetib keldik. Ya'ni kvadrat tenglama va uning xossalari bilan tanishamiz. Demak, mavzuni o'qishni boshlaymiz. Xo'p, kvadrat tenglama haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi bo'lib, eng sodda ko'rinishi x kvadrat qandaydir a degan sonni ko'raylik. X kvadrat a degan sonni ko'raylik. Xo'p, bu ko'rinishda nima qilamiz? Buni shunchaki ikki tarafni ildizga olib ham ishlashimiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni ikkala tarafga ildiz oladigan bo'lsak, ya'ni bu tarafdan ham bu tarafdan ildiz oladigan bo'lsak, to'g'rimi? Ildiz oladigan bo'lsak, bizda x teng bo'ladi plus minus ildiz a ga. Tushundingmi? Sababi nimaga? Bizda mana bu x ning ichidagi ifoda, masalan, son bilan ko'radigan bo'lsak, aytaylik, x kvadrat teng 25 bo'lsin. To'g'rimi? X kvadrat teng 25 bo'lsin. Biz ikkala tarafni ham ildiz oladigan bo'lsak, bizda x teng plus minus 5 bo'ladi. Sababi bizda 5 ning kvadrati ham 25 ni beradi, to'g'rimi? Minus 5 ning kvadrati ham bizda 25 ni beradi. Shuning uchun plus minus 5 deb olamiz. Tushunarlimi? Ya'ni ildizdan chiqadigan sonda manfiy musbat. Agar son, qaranglar, agar son, mana shu yerda shunaqa joy bor. Ildizdan chiqmasa, masalan, x kvadrat teng 3 deylik, to'g'rimi? X kvadrat teng 3 deylik. Bunda ham x teng plus minus ildiz 3 olamiz. Tushunarlimi? Plus minus ildiz 3 olamiz. Juft daraja bo'lgani uchun. Tushunarlimi? Juft darajalik ildizga olganimiz uchun. Sababi plus ildiz 3 ni ham kvadrati 3 ga teng bo'ladi. Minus ildiz 3 ni ham kvadrati 3 ga teng bo'ladi. Kvadrati 3 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun plus minus ildiz 3 olamiz. Ya'ni plus minusda o'sha sonni ildizdan chiqarib olamiz. Endi bu faqat x kvadrat teng a bo'lgan holida mana son ko'rinishda. Endi aytaylik, kvadrat tenglama o'zi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Kvadrat tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi. ax kvadrat plus bx plus c degan ko'rinishda bo'ladi. Endi tenglama bo'lgandan keyin asosan 0 deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, ax kvadrat plus bx plus c degan tenglamamiz 0 ga teng bo'lgan hol bo'lsa, bu kvadrat tenglama xoslasida. Endi bunda bizni tenglamani ildizlarini topishimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni bizda bu yerda ikkita yechim bo'ladi, to'g'rimi? x1, x2 degan. Sababi bizda ximiz kvadrat daraja. Ko'pincha ikkita yechim bo'ladi, ba'zi hollarda bitta yechim bo'ladi agar to'la kvadrat kelsa. Buni ham hollari bor. Endi qaranglar. Bizda buni yechimini topish uchun bizda buni diskriminant formulasi bor. Ya'ni xuddi shu ko'rinishda, misolda xuddi shu ko'rinishga keltirib olamiz, xuddi shu ko'rinishga va uni quyidagicha yozamiz. Minus b plus minus ildiz b ning kvadrati minus 4ac taqsim 2a degan formula bor. Ya'ni bu x1, x2 ni topish uchun ishlatiladigan formula. Tushundingmi? Misol tariqasida bitta misol olaylik. X kvadrat minus 4x plus 3 teng 0 degan tenglama bo'lsin. To'g'rimi? 0 degan tenglama. Bu quyidagi tenglama oson ko'rinishda. Men oson tushuntirish uchun oson ko'rinishda oldim. Ba'zi bir tenglamalarda juda ham murakkab va katta sonlar ishtirok etadi. Bunda mana bu formuladan foydalangan qulay bo'ladi. Tushundingmi? Ildizlarni topishda. Buni qo'yib ko'ramiz formulaga. x1 2 teng b ning o'rnida bizda necha kelyapti? Minus 4 kelyapti. Minus 4 ga oltdagi minus bilan 4 bo'lib ketadi. Plus minus ildiz ostida b ning kvadrati, ya'ni 16 bo'ladi. Minus 4 ko'paytirilgan 3 ning o'zi bo'ladi. Chunki mana bu a imiz bizda 1 ga teng koeffitsiyentimiz. Tushundingmi? 1 ga teng bo'lgani uchun. Shunda mahrajimizda 2a, ya'ni 2 ko'paytirilgan 1 ga. Bu 4 plus minus ildiz ostida 16 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak 4 bo'ladi. Bundan 2 chiqadi, to'g'rimi? 4 plus minus 2 taqsim 2 bo'ladi. Shunda x1 nimaga 1 2 deyapman? Mana bu yerda plus minus ishlatganimiz uchun bir marta musbat, bir marta manfiy olamiz. Farqi yo'q ahamiyati qaysi birini birinchi olishimizda. Biz musbat olaylik. Musbat oladigan bo'lsak 6 taqsim 2 bo'ladi. Bu 3 ga teng bo'ladi. x2 deganda biz manfiyni olamiz. 4 dan 2 ni ayiramiz va 2 ga bo'lamiz. U 1 deb beradi. Demak, bizda tenglamamizning yechimlari 3 bilan 1. Qanoatlantiradimi yo'qmi tekshirish uchun qo'yib ko'ramiz. Masalan, 1 ni qo'yib ko'raylik. 1 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 1 plus 3 teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bu to'g'rimi yo'qmi tekshiramiz. 1 ning kvadrati 1 minus 4 plus 3 teng
3 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 4, 4 minus 4 teng 0. Demak, bu qanoatlantiradi yechimi. Endi 3 ni qo'yib ko'ramiz. 3 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 3 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 3 plus 3 teng 0. Hop, 9 minus 12 plus 3 teng 12 minus 12 teng 0 bo'ladi. Demak, bu ham bizda qanoatlantiradigan yechim bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni o'sha kvadrat tenglamamiz har xil holda kelishi mumkin. Masalan, mana yerda 0 bo'lmasligi mumkin. Qanaqadir son ifoda bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shanda, o'shunaqa qilganda hammasini bir tarafga o'tkazib, o'ng tarafda 0 qoldirishga harakat qilishlaring kerak. Tushundingmi? O'shunaqa holda mana buni qo'llasak bo'ladi. Mana bu diskriminant formulasini qo'llasak bo'ladi. Tushundingmi? O'shandagina mana shu x1 x2 ni qo'llasak bo'ladi. Mana bu yerda son turganda o'zimiz qo'llab yubora olmaymiz. Mana a blarni qo'yib. Hammasini soddalashtirib, 0 barobardan keyin tenglikni o'ng tarafini 0 ga tenglashtirib, keyin o'shani a blarni o'rnini topib qo'yish kerak bo'ladi. Mana bunaqa holda keladigan bo'lsa, x kvadrat qanday a ko'rinishda keladigan bo'lsa, yo b ko'rinishda keladigan bo'lsa, mana bu ko'rinishdan foydalanasizlar. Ya'ni plus minus izosida a degan formuladan foydalanib olasizlar. Tushunli bo'ldimi? Kvadrat tenglamani asosiy xossislari, ya'ni ko'p ishlatadigan narsalaringiz shu. Qolganini o'sha misollardan kelib chiqib ko'rsak bo'ladi. Tushundingmi? Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshqa narsalar bo'ladi. Demak, misollarni ishlashga boshladik. Hop, bizda x kvadrat teng 16 degan, boyaga aytgan formulani qo'yadigan bo'lsak, boya aytdimku, ikkala tarafni bizga ham oladigan bo'lsak, x teng plus minus ilzosida 16 bo'ladi, to'g'rimi? Bizda ilzosida 16 chiqadi ildizdan, to'g'rimi? Ya'ni x teng plus minus 4 bo'lib qoladi. Ya'ni minus 4 ning kvadrati ham 16, plus 4 ning kvadrati ham 16 bo'ladi. Shuning uchun x yechimimiz ham 4 ham minus 4 bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun mana 5-misolni qaraydigan bo'lsak, 5-misolda bizda x ning oldida koeffitsient turibdi-ku, qandaydir koeffitsient. Uni bu tarafga bo'lish qilib o'tkazib yuboramiz. Nima bo'ladi? X kvadrat teng 81 taqsim 16 bo'ladi, to'g'rimi? Bizda boyagi formulaga qo'yib yuboradigan bo'lsak, biz x ni teng plus minus ilzosida 81 taqsim 16 bo'lish kerak bizda. Endi suratni mahraj kasrni surati 9 ning kvadratini beradi, mahraji 4 ning kvadratini beradi. Shunda nima bo'ladi bizda? X teng plus minus suratidan 9 chiqadi, mahrajdan 4 chiqadi. Bizda yechimimiz plus minus 9 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni minus 9 taqsim 4 x ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 81 taqsim 16 bo'ladi-da, 16 lar qisqarib 81 ga teng bo'ladi. Plusini oladigan bo'lsak ham xuddi shunday 81 taqsim 4, ya'ni 81 taqsim 16, 16 lar qisqaradi-da, 81 teng 81 gacha qoladi. Tushundingmi? Demak, bu tenglamani qanoatlantiradi bu yechim. Keyingisi 10-misolda ham xuddi shu kabi mana bu 4 bizda bo'lish bo'lib turibdi-ku, uni ko'paytirish qilib o'tkazamiz mana. X kvadrat teng 100 taqsim 9 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda ildiz oladigan bo'lsak, x teng plus minus ildizosida 100 taqsim 9 deydi. Bu suratdan 10 chiqadi, mahrajdan 3 chiqadi. Demak, x teng plus minus 10 taqsim 3 degan yechim chiqadi. Ya'ni x ni o'rniga 10 taqsim 3 ni qo'yadigan bo'lsak, 100 taqsim 9 bo'ladi. 100 taqsim 9 bo'ladi. 9 lar qisqarib ketadi. 4 ni bu tarafga ko'paytirishga o'tkaziladigan bo'lsak yoki 100 ni 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak, 25 bo'lib qoladi. Ya'ni o'rniga qo'ysak ham bir xil chiqadi demoqchiman. Tushundingmi? Endi 15-misolga qaraydigan bo'lsak, 15-misolda x kvadrat minus 12x teng 0, to'g'rimi? Bunda mana bu ikkalasida ham x bor-ku, to'g'rimi? X ni tashqariga chiqarib yuboramiz. Nima bo'ladi shunda? X minus 12, to'g'rimi? Teng 0. Endi ko'paytma 0 bo'lishi uchun, qaranglar, 0 bo'lishi uchun yo bunisi 0 bo'lishi kerak yoki bunisi 0 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bittasi 0 bo'lsa, ikkinchisini ahamiyati yo'q, nima qiymat chiqishini, bunisi 0 bo'lsa, bunisini ahamiyati yo'q, qanaqa qiymat bo'lishini, to'g'rimi? Istalgan sonni 0 ga ko'paytirsak 0 bo'laveradi, to'g'rimi? Shuning uchun buni ham 0 ga tenglaymiz, x ni, x minus 12 ni ham 0 ga tenglaymiz. Birinchi x ni 0 ga tenglasak, x teng 0 degan bitta yechim chiqadi. Keyingisi x minus 12 teng 0 bo'ladi, x teng 12 degan yechim chiqadi. Demak, birinchi yechimimiz x1imiz 0 ga teng, x2imiz bizda 12 ga teng. Qo'yib ko'ramiz. x1 ni o'rniga 0 qo'ysak, 0 ko'paytirilgan 0 minus 12 bo'ladimi? 0 qo'yadigan bo'lsak, minus 12 bo'ladi. 0 ni minus 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak ham 0 bo'ladi, to'g'rimi? Keyingisida 12 qo'yaylik. 12 ko'paytirilgan 12 minus 12 0 ga teng, to'g'rimi? Uni ham 12 ni 0 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu ham 0 chiqadi. Tushundingmi? Ya'ni ikkalasini qondiradi. Mana shunaqa ko'paytma bo'lib qolsa, qaranglar. Mana bunaqa x ko'paytirilgan yoki qandaydir ifoda ko'paytirilgan, yana qandaydir ifoda teng 0 bo'ladigan bo'lsa, har ikkala ifodani ham 0 ga tenglaysizlar. Tushundingmi? Shunda yechim chiqadi. Xo'p, 20-misolni qaraydigan bo'lsak, bunda biz qaranglar. To'la kvadratga to'ldirsak ham bo'ladi, mana bu narsani.
yokida v teoremasiga diskriminant formulasiga qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, birinchisi to'la kvadratga to'ldiraylik. Mana bu nima degani? 10x ning kvadrati, to'g'rimi? Minus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 10x plus 3 ning kvadrati bo'ladi. Teng 0 bo'lyapti, to'g'rimi? A kvadrat minus 2ab plus b kvadrat bo'lyapti, to'g'rimi? A minus b ning kvadrati bo'ladimi? Ya'ni 10x minus 3 ning kvadrati bo'ladi. Teng 0. Qanaqadir sonni kvadrat 0 bo'lish uchun u son nima bo'lish kerak? 0 bo'lish kerak. Demak, 10x minus 3 imiz bizda 0 ga teng bo'lish kerakmi? Shunda 10x teng 3 bo'ladi. 10 ga bo'lib o'radigan bo'lsak, 3 taqsim 10 bo'ladi. Tushundingmi? Yechimi shunday. Endi ikkinchi yechimi ham bor. Bu diskriminant formulasiga qo'yish. Boyagi x1 x2 ga qo'yamiz. Diskriminant formulasiga qo'ysak, qaranglar. x1 2 ni topamiz. Bizda b ning o'rnida 60 kelyapti. Plus minus ilzosda 60 ning kvadrati 3600 mi? 3600 minus 9 4 kar 9 36. 36 ni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3600 bo'ladimi bu ham? Mahrajda 2 ko'paytirilgan 100 teng x1 2 teng 60. Mana 0 bo'lib ketadi, to'g'rimi? 60 ta o'zi bo'ladi-da, mahrajda 2 ko'pat 200 bo'ladi. Surat mahrajda 20 ga bo'lib o'radigan bo'lsak nima bo'ladi? 3 taqsim 10 bo'ladi. Demak, bizda x1 2 imiz bir xil yechim, bitta yechim bo'ladi ikkalasi ham. Ikkala nuqta ham bitta nuqtada joylashgan bo'ladi. Tushunarlimi? Shunda ikkalasi ham 3 taqsim 10 ga teng bo'ladi. Bitta yechim x teng 3 taqsim 10 degan yechim chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p, 25-misolga qaranglar. 25-misolda bizda quyidagi tenglik berilgan-ku. Biz buni kasrdan qutulishimiz kerak. To'g'rimi? Kasrdan qutulib olishimiz kerak. Kasrdan qutulish uchun ikkala tarafni ham 6 ga ko'paytiramiz. Buni ham 6 ga ko'paytiramiz. Buni ham 6 ga ko'paytiramiz. Shunda nima bo'ladi? Bu 6 bilan 6 qisqaradi. Bu 6 bilan 2 qisqarsa 3 dan qoladi. 3 ni bunga ko'paytirishimiz kerak. 3x kvadrat plus 3x plus 3 teng x kvadrat minus x plus 3 bo'ladi. Endi biz hamma ifodani hammasini chap tarafga o'tkazdirib, o'ng tarafda 0 qoldiramiz. Hammasini chap tarafga o'tkazdirsak, 3x kvadrat, mana x kvadrat minus bo'lib o'tadi, minus x kvadrat bo'lib o'tadi, plus 3x, mana minus x bu yoqqa plus x bo'lib o'tadi, plus 3, mana bu 3 bu yerda turibdi. Bu 3 bu yoqqa minus bo'lib o'tadimi? Minus 3 teng 0 bilan. Qisqartiramiz 3 bilan 3 ni. 3x kvadratdan x kvadrat ayirsak 2x kvadrat. 3x ga x ni qo'shadigan bo'lsak 4x teng 0. Endi ikkala tarafdan ham 2 ga bo'lib yuborsak nima bo'ladi? X kvadrat plus 2x teng 0 bo'ladimi? Qiymat o'zgarmaydi, to'g'rimi? Demak, bitta x ni tashqariga chiqarib olsak x plus 2 bo'ladi, teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? X ko'paytirilgan x plus 2 teng 0. Shunda biz boya aytganimizdek, ham bu ifodani biz 0 ga tenglaymiz. Ya'ni birinchi x1 ni, ya'ni x ni 0 ga tenglaymiz. 0. Bu birinchi yechim. Keyingisi x plus 2 ni 0 ga tenglaymiz. Bu x teng minus 2 degan ikkinchi yechim. Bu ikkinchi yechim, bu birinchi yechim. Qo'yib ko'radigan bo'lsak ham qanoatlantiradi. 0 kara mana bu ahamiyati yo'q necha son bo'lishini. 0 dan 0 istalgan son ko'paytirsak 0 bo'ladi. Minus 2 qo'ysak mana bu 0 bo'ladi-da, mana buni ahamiyati yo'q necha son bo'lishini. Shunda baribir 0 bo'ladi. Demak, bizda ikkita yechim bor. x1 imiz 0, x2 imiz minus 2 degan. Tushundingmi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa doskani o'zlaring bo'ladi. Davom etamiz o'quvchilar. 30-misolga qaraydigan bo'lsak, bizda qadar mablag' ko'rishga tenglama berilgan. Endi qaranglar, bizda asosiy qiladigan ishimiz buni mahrajini tashlab yuborish, ya'ni mahrajini yo'qotish asosan qiymat bizda. Ya'ni qanday? Xo'p, hamma tomonda x kvadrat minus 9 ga keltiraylik mahrajini. Mana bunga x plus 3 tadan beramiz. Mana bunga x minus 3 tadan beramiz. Bunga bittadan beramiz. Chunki o'z mahraji shunday. Endi x plus 6 ko'paytirilgan x plus 3 mahrajda x kvadrat minus 9, to'g'rimi? Plus x minus 9 ko'paytirilgan x minus 3 mahrajda x kvadrat minus 9 teng 45 taqsim x kvadrat minus 9. Endi mana shu yerda bitta narsa bor, qaranglar. Bitta narsa bor. Mahrajlar tashib olish imkoni bor edi-yu bizda. Oddiy son bo'lganda. Bizda oddiy son emas-da bu kvadrat tenglamada bu.
To'g'rimi? Bizda mahrajimiz 0 bo'lishi mumkinmi? 0 bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? 0 bo'lishi mumkin emas. Shunda biz x kvadrat minus 9 ni 0 ga aylantiradigan yechimlarni olmaymiz. Ya'ni x teng emas deymiz 3 ga, x teng emas deymiz minus 3 ga. Sababi minus 3 yoki 3 bo'lib qoladigan bo'lsa, mahrajimiz 0 bo'lib qoladi-da, bizda 0 turishi mumkin emas mahraj, to'g'rimi? Hozir men aytdim, mahraj tashib o'rgandan keyin ishlaymiz-ku, agar ishlaganimizda x'imiz 3 yoki minus 3 chiqib qoladigan bo'lsa, u yechimni olmaymiz. Tushunarlimi? O'shaning uchun tashlab yuborishdan oldin mana shu sohani, bu aniqlash sohasiga kiradigan sonda, to'g'rimi? Shunda aniqlash sohasiga kirmaydigan son. Shunda tashlab yuboramiz, x teng emas 3, x teng emas minus 3 degan yechimlarni olmaymiz. Shunda x plus 6, x plus 3 ko'paytiradigan bo'lsak, x kvadrat plus 9x plus 18 plus x kvadrat minus 12x plus 27 bo'ladi, teng 45 bo'ladi, to'g'rimi? Hop, 2x kvadrat minus 3x bo'ladi, 9x 12x aytadigan bo'lsak, 18 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda necha bo'ladi? 45 bo'ladi. Mana bu 45 ni qisqartirib 0 bo'lib ketadi, to'g'rimi? 45 bo'ladi. Bu 45 minus bo'lsa 0 bo'lib ketadi. Shunda ikkala tarafdan x chiqaradigan bo'lsak, x 2x minus 3 teng 0 bo'ladimi? Boya aytganimdek, har bittasini 0 ga tenglaymiz. X ni 0 ga tenglaymiz, 2x minus 3 ni ham 0 ga tenglaymiz. Bunda x teng 0 degan o'zi qoladi. Bunda x teng 3 ni bu yoqqa o'tkazib 2 ni bo'lib oladigan bo'lsak, 3 taqsim 2 bo'ladi. Tushundingmi? Endi mana bizda 0 bilan 3 taqsim 2 chiqdi-yu, agar ishlaganimizda yo 3 chiqib qolganda yoki minus 3 chiqib qolganda biz o'sha yechimni olmasdik. Sababi biz mana bu yerda x'imiz teng emas 3, x teng emas minus 3 degan aniqlash soha oldik. Tushundingmi? Shu. Endi 35-misolga qaraydigan bo'lsak, bizda ham 35-misolda buni soddalashtirib olamiz. Birinchi usul, birinchi qiladigan ishimiz 2 ga bo'lib olamiz ikkala tarafni. Nima bo'ladi? X kvadrat plus 6x minus 7 teng 0. To'g'rimi? Xo'p. Endi diskriminant formulasiga qo'yamiz. x1 2 teng 6 b o'rnida minus 6 bo'ladi, to'g'rimi? Plus minus ildiz ostida 6 ni kvadrat 36 minus 4 ko'paytirilgan minus 7 ko'paytirilgan 1, to'g'rimi? Ko'paytirilgan 1. Mahrajda 2 ni o'zi, sabab mana yerda 1 bor, to'g'rimi? 2 kira 1 2 bo'laveradi. Shunda x1 2 teng minus 6 plus minus 36 ga 4 ga 7 28 qo'shamiz, to'g'rimi? Minus minus bo'lgancha plus bo'lib ketadi. 36 ga 28 qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi? 64 bo'ladi, to'g'rimi? 64 dan necha chiqadi? 8 chiqadi. Mahrajda 2. Demak, x1imiz birinchi musbat olamiz. Minus 6 plus 8 taqsim 2. Bu bizda 1 deb beradi, to'g'rimi? 8 dan 6 narsa 2, 2 ni 2 bo'lsa 1. x2 teng minus 6 minusda 8 mahrajda 2. Minus 14 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, minus 7. Tushundingmi? Demak, bizda x1imiz 1 ekan, x2imiz minus 7 ekan. Tushundingmi? Endi 40-misolda ham xuddi shu tartibda ishlaymiz. Ya'ni ikkala tarafni 2 ga bo'lib o'ramiz. X kvadrat plus 6x plus 9 teng 0, to'g'rimi? Endi hop, x1 2 diskriminant formulasiga qo'yib bersak, minus 6 plus minus ildiz ostida 36 minus 4 ko'paytiruv 9 ko'paytiruv 1 bo'ladi, to'g'rimi? X'imiz 6 1 ham bor-ku mana bu yerda. Mahraj 2. Endi minus 6 plus minus mana bu 0 bo'ladi, to'g'rimi? 36 minus 36 0 bo'lib qoladi-da, mahrajda 2 bo'ladi. Bizda plus minus olmaydi-ku, faqat bitta yechim olamiz shunda. Minus 6 ni 2 ga bo'lamiz, minus 3 bo'ladi. Buni sababi nima aytaymi? Mana bu x kvadrat plus 6x plus 9 emas, bu x plus 3 ni to'la kvadrati. To'g'rimi? X plus 3 ni to'la kvadrati nima bo'ladi bizda? To'g'rimi? Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, x kvadrat plus 6x plus 9 bo'ladi. Shunda biz ichini faqat 0 ga tenglashimiz kerakmi? X plus 3 ni 0 ga tenglay olamiz, x teng minus 3 degan yechim chiqadi. Agar sizlar mana bunaqa narsani bittada anglab olsanglar, x plus 3 ni kvadrati ekanligini yo boshqa qaysi sonni ko'paytmasi ekanligini, mana bunaqa diskriminant qo'yib ishlash shart bo'lmay qoladi-da. Tushundingmi? Agar bunaqa topolmay qolsalaring, sraz diskriminantga qo'ysalaring chiqadi. Agar mana bunaqa to'la kvadratga ega bo'lib qolsa yoki ko'paytirishga tez ajratib olsalaring, shunchaki 0 ga tenglab qo'yaverasizlar. Tushundingmi? Mana shu ikkita narsa. Agarda masalan
test ishlayotganda yokida biron bir imtihonda bo'ladigan bo'lsalaring, mana bunaqa diskriminantga qo'ysalaring uzoq bo'lib ketadi agar mana qisqa yo'lini bilsalaring. Asosan tezroq qisqalardan foydalanishga harakat qilinglar-da, birdaniga. Chunki sizlarga faqat javob muhim bo'ladi-ku, to'g'rimi? Testlarda boshqalarda. Shuning uchun mana bunaqa to'la kvadratni to'lishtirib qilgan ma'qulroq. Lekin agar topolmaydigan misollar ko'p tushadi, bittada topolmaydigan, shunda diskriminant qo'yib olasizlar. Diskriminant ishlashni ham, tez ishlashni ham o'rganishingiz kerak. 45-misolga qaraymiz. X kvadrat plus 4x taqsim 4 quyidagi ko'rinishda ifoda berilgan. O'sha har doim qiladigan ishimiz birinchi bo'lib mahraj tashlab olishdan boshlaymiz. Ya'ni ikkala tarafni 8 ga ko'paytirib yuboramiz. 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 8 bilan 4 qisqaradida 2 ga ko'paytirishimizga to'g'ri keladimi? Ya'ni 2x kvadrat plus 8x teng bo'ladi 6 plus x, ya'ni 6 plus x ni 8 ga ko'paytirsak 6 plus x ni o'zi qoladi, plus x plus 14 8 ga ko'paytirsak x plus 14 qoladi. Shunda 2x kvadrat plus 8x teng 2x plus 20. 2x plus 20. Shunda hammasini chap tarafga o'tkazib yuboramizda, o'ng tarafda 0 qoldiramiz. Ya'ni tenglikni o'ng tarafini 0 ga aylantirishimiz kerak. Hop, 2x kvadrat 8x ni 2x ga ayirsak 6x minus 20 bo'ladi. Teng 0. Ikkala tarafni ham 2 ga bo'lib olsak, x kvadrat plus 3x minus 10 teng 0 bo'ladi. Demak, buni formulaga qo'yib yuborsak, x1 2 teng minus 3 plus minus ilzosida 9 plus minus 10 ni 4 ga ko'paytirsak 40 bo'ladi-ku, shuning uchun plus 40 bo'lib ketadi. Mahrajda 2. Shunda minus 3 plus minus 49 dan 7 chiqadi. Mahrajda 2. Demak, x1imiz bir marta musbat olamiz. Minus 3 plus 7 taqsim 2 bu 2 chiqadi. x2imiz minus 3 minus 7 taqsim 2 teng minus 5 chiqadi. Tushundingmi? Demak, x1imiz 2 ga, x2imiz minus 5 ga teng ekan. Tushunib bo'ldimi? Tushunib bo'lgan bo'lsa doskaga yozsalaring, misol ishlashni davom etamiz. Davom etamiz o'quvchilar. 85-misolga qaraymiz. 85-misolda quyidagi tenglama berilgan va uni biz yechishimiz kerak. Bundan oldin qaranglar. Mana bu mahrajlar ko'paytuvchiga ajratishi diskriminant formulasidan foydalanish bor-ku. Diskriminant formulasidan foydalanish. Bu shunaqa qilib hozircha topasizlar. Keyingi mavzuda V teoremasini o'tganimizda o'sha V teoremasiga ko'ra birdaniga topib ketishni o'rganasizlar. Hozircha men V teoremasidan foydalanib turaman, chunki diskriminantdan foydalanishni o'zlaringiz bilasizlar. Shu sababli V teoremasidan foydalanib turaman. Hop, yuqori 3x minus 2 mahrajimiz. Mahrajimiz ko'paytuvchiga ajralsa x minusda 9, x minusda 8 ko'rinishda ajraydi. Plus x minus 4 mahrajda. Buni ko'paytuvchini ajratadigan bo'lsak, ikkalasini x minusda 12, x minusda 8 ko'rinishda ajraydi. Tenglama nari tarafi x minus 6 taqsim. Buni ajratadigan bo'lsak, x minusda 12, x minusda 9 ko'rinishda ajraydi. Shunda biz qaraydigan bo'lsak, mahrajlar tashlab yuborishdan oldin bularga umumiy mahraj berishimiz kerak. Ya'ni bunga x minus 12 tadan, bunga x minus 9 tadan, bunga esa nechtadan? X minus 8 tadan beramiz. Va mahrajlar tashlab yuborganimizda x teng emas 8, x teng emas 9 va x teng emas 12 degan yechimlardan qo'yishimiz kerak. Sababi mahrajlar 0 bo'lib qolmasligi kerak. Shunda ko'paytirsak 3x kvadrat minusda 2x ga minusda 36x. Shunda minusda 38x bo'ladimi? Plus 24. Plus bu x kvadrat minusda 13x plusda 36 bo'ladi. Teng bu x kvadrat minusda 14x plusda 48 bo'ladi. To'g'rimi? Endi hop, mana bu x kvadrat bilan bu x kvadrat qisqarib ketadi. Soddalashtiradigan bo'lsak, 3x kvadrat minus 38x minus 13x, to'g'rimi? Minus 38x ga minus 13x qo'shadigan bo'lsak, 51x bo'ladimi? 51 dan 14 olib tashladigan bo'lsak, 37 bo'ladimi? 37. Minusda
37 x. Hop, 24 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsak, 60, 48 ni aytishadigan bo'lsak, hop, 60 dan 48 ni aytishadigan bo'lsak, 12, to'g'rimi? 12 teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Hop, endi buni 3x kvadrat minus 37x plus 12 lar diskriminant formulasidan foydalanadigan bo'lsak, necha bo'ladi? X bar 2. Hop, 37 plus minus ilzosida 37 ni kvadrati bizda 37 ni ko'paytiramiz 37 ga. 7 kere 7 49, 3 kere 21 25, 3 kere 7 21, 3 kere 3 9 11. Hop, 9 6 3 1 1369. 1369 ayrilgan 12 kere 12 bo'lib qoladimi? 144. Mahrajda esa 6 bo'ladi. Shunda x bar 2 37 plus minus buni ayirib tashlaydigan bo'lsak 1225 bo'ladimi? 1225 necha degani? 1225 1225 1225 ildizdan chiqadigan bo'lsak necha bo'ladi? Nechini kvadrati? 25 kvadrat 625 bo'lgani uchun bu katta ehtimol bilan 35 niki. 35 ni 35 ga ko'paytirsak 5 kere 5 25, 5 kere 3 15, 17, 3 kere 5 15, 3 kere 3 9 10 bo'ladi. 1225. 1225. Demak 35 ekan. 35. Mahrajda 6. Demak x birimiz 37 ga 35 qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi? 72. To'g'rimi? 72 bo'ladi. 72 ni 6 ga bo'lamiz. 12 bo'ladi. x2 imiz. Hop, ayirib tashlaydigan bo'lsak 2, 2 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak 1 taqsim 3 bo'ladi. Demak bizda yechimlarimiz x 12 va x 1 taqsim 3. Endi qaranglar. Bizda mana bu yerda x teng emas 12 degan yechim olganmiz, to'g'rimi? Sabab 12 qo'yadigan bo'lsak, mahrajimiz 0 bo'lib qoladi. Shunda biz mana bu 12 javobni olib tashlaymizda, bitta x teng 1 taqsim 3 degan yechimni qoldiramiz. Tushunarlimi? Endi bu tushunarli bo'lgan bo'lsa 90-misolga o'tamiz. 90-misolda parametrli tenglamani yechinyapti. Ya'ni parametrli degani bizda harflar ham qatnashyapti-da. Tushundingmi? Ya'ni x dan tashqari boshqa harflar qatnashyapti. Endi qaranglar. Bu qanaqa ko'rinishdagi ifodalar? Masalan, bizda oldin x minus 4 ko'paytirilgan x minus 5 bo'lardi-ku, to'g'rimi? Keyin mana bular son chiqardi, masalan, x kvadrat minus 9x minusda plusda 20 chiqardi, to'g'rimi? Mana yerda 9, mana yerda 20 qatnashardi, to'g'rimi? Endi parametrlarda mana shularga masalan b qo'shib qo'yiladi. X minus 4b, to'g'rimi? Shunaqa ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? X minusda 5b bo'ladi. Endi buni ko'paytiradigan bo'lsak x kvadrat minusda x kvadrat minusda hop x kvadrat minusda 9b plusda 20b ning kvadrati bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni 4b ga 5b ni ko'paytiradigan bo'lsak, o'sha blar ikkitadan bo'lib qolib, b ning kvadrati ko'rinish bo'lib qoladi. Bu shunaqa narsa. Endi ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bizda tenglamani ildizlari bx mana bu yerda x ham qolib ketgan. Mana bu yerda x ham bor. 9bx plus 20b ning kvadrati bo'ladi. Endi bu parametrli tenglamalarda ham xuddi shu ko'rinishda bizda endi javoblarimiz 4b bilan 5b, to'g'rimi? Agar buni 0 ga tenglasak. Shunaqa b-li sonlar ko'rinishda bo'ladi-da, ya'ni aniq son ko'rinishda emas, mana bunaqa ifoda ko'rinishda bo'ladi. Parametrlardan. Xuddi shunday qilib ishlaymiz, qaranglar. Endi b-ni o'rniga 1 qo'ymaymiz. Masalan, oddiy diskriminantdan foydalanib topsak ham bo'ladi. Masalan, x1 2 teng bo'ladi. Hop, bizda b ni o'rnida o'sha formuladagi b ni o'rnida 5b kelyapti, to'g'rimi? Minusda 5b plus minus ildiz ostida 25b ning kvadrati plus 14 kare
Bu yerda 1 bor, keyin 4 ko'paytiramiz. 14 kara 4 necha bo'ladi? 56 bo'ladi, to'g'rimi? 56 b ning kvadrati bo'ladi. Mahrajda esa bizda 2 bo'lib turaveradi. Sabab mana yerda x olti koeffitsient 1 ga teng. Shunda bizda buni soddalashtirgan bo'lsak, -5b plus minus buni qo'shadigan bo'lsak 81b kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? 81b kvadratdan 9b chiqadi, to'g'rimi? Mahrajda esa 2. Shunda x1 2 teng yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak 4b taqsim 2 bu 2b ni beradi. x2 x1 x2miz esa ikkalasini ayirmasdan hisoblaydigan bo'lsak -14b 2 ga bo'laydigan bo'lsak -da 7b bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni bizda yechimlar mana shunaqa ifoda ko'rinishidagi yechimlar bo'ladi. x1 teng 2b degan, x2 teng -7b degan ko'rinishda bo'ladi. Tushundingmi? Parametr tenglamani shunaqa ishlanadi. Tushunli bo'lgan bo'lsa doskaga yozsalaring bo'ladi. 95-misolga qaraymiz. 95-misolda ham o'sha parametrli tenglama berilgan va uni yechishimiz kerak. Xo'p, 95-misolda bunda ham o'sha diskriminant formulasidan foydalanamiz, ya'ni x1 2 ni topamiz. Endi mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, bizda tenglamamizning o'rnida mana bu yerda x ni tashqariga chiqarib yuborsak, -x ni b ni o'rnida 2a plus b kelyaptimi? Ya'ni 2a plus b ning kvadrati bo'lib qoladi, to'g'rimi? Minus plus minus ildiz ostida. Buni kvadratimiz buni o'zi bo'ladi, to'g'rimi? Tashqarida. Ichkarida kvadrati bo'ladi. Shunda 2a plus b ning kvadrati minusda 4 ko'paytirilgan a kvadrat plus ab ko'paytirilgan 1 bo'ladi, to'g'rimi? A kvadrat plus ab taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Sababi x 6 koeffitsient kvadrat 6 koeffitsient 1 ga teng. Shunda x1 2 2a plus b plus minus ildiz ostida buni kvadratdan o'chadigan bo'lsak 4a kvadrat plus 4ab plusda b ning kvadrati minusda 4a kvadrat minus 4ab. Mahrajda esa 2. Shunda buni soddalashtiradigan bo'lsak, hop 4ab bilan minus 4ab qisqaradi, 4a kvadrat bilan 4a kvadrat qisqaradi, to'g'rimi? Shunda b kvadrat qilyaptimi? B kvadratdan b chiqadimi? Shunda 2a plus b plus minus b taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, x1 ni topadigan bo'lsak, birinchi yig'indisini olsak, 2a plus 2b bo'lib qoladi, mahrajda 2 bo'ladi. Bu teng a plus b ga bo'ladi. Endi qisqa 2 ga qisqarib ketadi. x2mizda minusligini oladigan bo'lsak, minus bilan qisqaradi, 2a taqsim a bo'ladi. Bu 2 bo'ladi. Bu a ga teng bo'ladi. Demak, bizda bittasini yechimi a plus b, ikkinchisini yechimi esa a degan yechim bo'ladi. Tushundingmi? Endi 100-misolga qaraymiz. 100-misolda tenglamaning butun yechimini toping deyapti. Shunda buni qaranglar. O'sha umumiy mahraj beraveramiz, ya'ni x minus 4, x minus 3 va 2 ni ko'paytmasi, ya'ni hammasiga shundan beramiz. Bunga 2 kara x minus 4 dan beramiz. Bunga x minus 3 x minus 4 dan beramiz. Bunga esa nechtadan beramiz? 2 ko'paytirilgan 2 x minus 3 dan beramiz. Shunda mana mahrajlarni tashlayveramiz. Mahrajlarni tashlaganda x teng emas 4 deymiz, x teng emas 3 deymiz. To'g'rimi? Mahraj nol bo'lib qolmasligi kerak. Shunda ko'paytiradigan bo'lsak 14x minusda 56 bo'ladi. Minus x kvadrat plusda 7x minus 12 bo'ladi. Teng almashyapti minus ishorasini qilganda. Shunda bu yoqda 2x kvadrat minus 10x plus 6 bo'lsa 12 bo'ladi. Tushundingmi? Endi hop bu tarafga o'tkazib-o'ramizda. Bu tarafga hammasini o'tkazib-o'ramizda, bu yoqni 0 ga tenglayveramiz. Shunda nima bo'ladi? 3x kvadrat 3x kvadrat hammasini bu yoqqa o'tkazib, shunda keyin minusga bo'laveramiz. Minus 3x kvadrat minus 10x bo'lsa, bu yerda 7x 17x bo'ladi. 17 ga 14 qo'shadigan bo'lsak, plusda
necha bo'ladi? 31x bo'ladimi? 31x. Hop, 56 ga 12. 56 ga 24 qo'shamiz. 24 qo'shsak minusda 80, 70, 80 bo'ladi. Teng 0. Shunda minusga ko'paytira oladigan bo'lsak, ikkala tarafda 3x kvadrat minus 31x plus 80 bo'ladi. Teng 0. To'g'rimi? Ko'paytirishda xato qilmadikmi? Xo'p. Demak, buni ham diskriminant formulasini topadigan bo'lsak, qaranglar. Diskriminant formulasidan x1 2 teng 31 plus minus ildiz ostida 31 ning kvadrati necha bo'ladi? 31 ning kvadratini topadigan bo'lsak, 31 1 3 3 9 961. To'g'rimi? 961 bo'ladi. 961 961 minusda 80ni 12 ga ko'paytirishimiz kerak, to'g'rimi? 12 ga ko'paytirsa bu 960 bo'ladimi? 960 bo'ladi. Mahrajda esa 6. Shunda 31 plus minus bu yerdan 1 chiqadi, to'g'rimi? Mahrajda 6. Endi qaranglar. Bizdan butun yechimini so'ragan-ku. Butun yechimi agar buni musbat oladigan bo'lsak, butun yechimi chiqadi, to'g'rimi? Shunda x1 imiz yig'indisini oladigan bo'lsak, 32 taqsim 6 bo'ladi. Bu qisqaradigan bo'lsa, necha bo'ladi? 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, 16 taqsim 3 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bu butun yechim emas, to'g'rimi? Yig'indisini oladigan bo'lsak, butun yechim emas. Endi ayirmasini olamiz, x2. Ayirmasini oladigan bo'lsak, 30 taqsim 5 bo'ladimi? Bu 30 taqsim 6 bo'ladimi? Bu 5 ga teng bo'ladi. Bizda butun yechimi 5 ga teng. 31 imiz musbatda-ku bizda endi. Ya'ni demak 5 ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? 100. Endi 105 qaraydigan bo'lsak, bizda buni butun yechimlari nechta deyapti? Shartida, adashmasam, shuni deyaptimi? Tekshirib olinglar. 105 da 105 tenglama nechta butun yechimga ega? 105 tenglama nechta butun yechimga ega deyapti. Tenglama nechta butun yechimga ega deyilgan bo'lsa, buni ham o'sha usuldan foydalanamiz. Qaranglar. Mana buni ko'paytirishga ajratadigan bo'lsak, nima bo'ladi mana mahrajini? x minus 2, x minus 4 ajraydimi? To'g'rimi? X minus 2, x minus 4. Demak, mahrajlari bir xil, to'g'rimi? X minus 2, x minus 4 ga keltirishimiz kerak. Shunda bunga x minus 4 dan beramiz. Bunga x minus 2 dan beramiz. Bu o'z qoladi. Shunda va mahraj tashlab yuborganda x teng emas 2, har doimgidek x teng emas 4 degan yechim olishimiz kerak. Mahraj tashlab olayotganda. Shunda buni ko'paytiradigan bo'lsak, x kvadrat minus 4x plus x minus 2 teng 2 ga bo'ladi. Xo'p, buni soddalashtirsak x kvadrat minus 3x minus 4 teng 0, to'g'rimi? Buni diskriminantda topadigan bo'lsak, yechim ajratadigan bo'lsak, x minus 4 x plus 1 ko'rinishda ajraydi. Shunda ikkalasini 0 ga tenglasak, x teng 4 va x teng minus 1 degan yechimlar chiqadi. Tushundingmi? Shunda bizda butun yechimlari ikkita bo'ladi. Ya'ni 4 bilan minus 1. Tushunarli bo'ldimi? Endi 110 da aytyapti, qaranglar. 110 da bizda aytyapti, mana bu quyidagi tenglikda a'ning qanday qiymatlarida deyapti. Tenglama faqat bitta yechimga ega bo'ladi deyapti. Tenglama faqat bitta yechimga ega bo'ladi. Tenglama bitta yechimga ega bo'lishi diskriminant qoidasidan qanaqa edi? Ya'ni diskriminant degani o'zi b kvadrat minus 4ac degan edi, to'g'rimi? Diskriminantni o'zi mana shu aytiladi. Endi qaranglar. B kvadrat minus 4ac bo'ladigan bo'lsa, agar diskriminant bizda 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, diskriminant 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, tenglama ikkita yechimga ega bo'ladi. Ikkita yechimga ega bo'ladi. Ikkita yechim bo'ladi. Agar diskriminant 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu 0 ta yechim degani. Ya'ni yechimga ega bo'lmaydi. Bo'sh to'plam degani-da. Ya'ni yechimga. Agar diskriminant 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu bitta yechim degani. Ya'ni diskriminant 0 ga teng bo'lsa, bitta yechim degani. Xo'p, bitta yechim bo'lishi uchun endi diskriminantga qo'yib borsak, mana buni o'rniga, bizda diskriminantimiz nima teng bo'ladi? B ning kvadrati, A ning kvadrati bo'lib qoladi, to'g'rimi? Minus 4 ko'paytirilgan 1 bo'ladimi? To'g'rimi? Buni 0 ga tenglaymiz.
Shunda a kvadrat minus 4 0 ga teng degan bo'lyapmizmi? Bu a kvadrat teng 4 degani. Bu a teng plus minus 2 degani, to'g'rimi? Demak, bizda agar tenglamamiz, a imiz plus minus 2 bo'ladigan bo'lsa, tenglamamiz bitta yechim chiqadi. Tenglamamiz. Tushunarlimi? Yo'q, bitta. Agar a ga 2 qo'yadigan bo'lsak, qaranglar. A teng 2 da x kvadrat plus 2x plus 1 teng 0 bo'ladimi? Mana bu nima degani? X plus 1 ning to'la kvadratimi? X plus 1 ning to'la kvadrati degani teng 0. Buning uchun ichkarisi 0 bo'lishi kerakmi? Shunda x plus 1 0 ga tenglaymizda x teng minus 1 kelib chiqadi. Ya'ni bitta yechim chiqdi. Ko'rlaring? X teng minus 1 degan. Tushundingmi? O'sha bitta yechim bo'ladi. Endi minus 2 qo'yadigan bo'lsalar, mana buni ichi minus bo'lib qoladi-da, x minus 1 ning to'la kvadrati bo'ladi. X minus 1 to'la kvadrati bo'lganda x teng 1 degan yechim chiqadi. Bu ikkalasi ham alohida yechim, bitta yechim bo'ladi. Tushundingmi? Tushunib bo'ldimi? Bo'ldi, demak doskani qo'ying. Davom etamiz o'quvchilar. 115-misolga qaraymiz. 115-misolda boyagiga o'xshash, endi a ni bizda yechim qaysidir qanday qiymatida tenglamamiz yechimga ega bo'lmaydi deyapti. Xo'p, endi tenglam yechimga ega bo'lmasligi uchun bizda diskriminant noldan kichkina bo'lishi kerakmidi? To'g'rimi? Ya'ni b kvadrat minus 4ac bizda noldan kichkina bo'lishi kerak. Shunda o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 6 ning kvadrati 36 minusda minus 3a ga 4 ko'paytirsak plus 12a bo'ladimi? Bu kichkina 0 dan. 12a kichkina bo'ladi 36 dan minusda, to'g'rimi? Shunda a kichkina bo'ladi minus 3 dan. Ya'ni minus 3 dan kichkina bo'lgan har qanday qiymatida tenglamani, a ni qiymatida tenglamamiz kvadrat tenglamamiz yechimga ega bo'lmaydi. Ya'ni diskriminant manfiy chiqib qolaveradi-da. Shunda yechimimiz mavjud emas bo'ladi, ya'ni haqiqiy ildizga ega bo'lmaydi-da. Shunda a imiz minus 3 dan kichkina bo'lgan oraliq bo'limi degan edi. Minus cheksizlikdan minus 3 gacha bo'lgan oraliqda. Tushundingmi? Minus 3 gacha bo'lgan oraliqda. Bu shunday. Endi 120-misolga qaraydigan bo'lsak, bular tenglamani yeching deyapti. Xo'p, bu yerda qaranglar. Asosan belgilash kiritib qilishimiz kerak. Ya'ni mana bularni ochib chiqamiz, ko'paytirishga ajratamiz. Shuning uchun ko'paytirishga ajratishdan oldin bu iqtidorli misol bo'lgancha v teoremasini ham birato'la ko'rib berib ketaman. Ya'ni agar tenglamamiz ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa va 0 deydigan bo'lsa, bizda x1 plus x2 miz, ya'ni tenglamaning ildizlari minus b taqsim a bo'ladi. x1 ko'paytirilgan x2 esa c taqsim a ko'rinishida bo'ladi. Mana shundan, mana shu formuladan foydalanib, mana buni birato'la ko'paytirishga ajratib ketsak bo'ladi. Tushundingmi? Shunda hop, mana bu x kvadrat plus 4x plus 6 ko'paytirishga ajratadimi, yo'qmi? Buni diskriminanti. Diskriminanti bormi? 16 minus 24 bo'ladi. Bu diskriminanti manfiy bo'ladi. Bu ko'paytirishga ajramaydi, to'g'rimi? O'zini yozib qo'yamiz. X kvadrat plus 4x plus 6 deymiz. Ko'paytirilgan. Xo'p, mana buni-chi. Ko'paytirishga ajratsak 64 minus 80. Bu ham kam bo'lib qolyaptimi? Demak, buni bunday qilamiz. Qaranglar. Buni umumiy ko'paytirishga keltirib olamiz. To'la kvadratga to'ldirib. To'la kvadratga to'ldirib. Qaranglar. Buni nechini to'la kvadratga to'ldiramiz? X kvadrat 8x 16 bo'lsa, x kvadrat plus 4x kvadrat plus 4x plus 4 plus 2 qolamiz. Shunda mana bunimiz ichkaridagi mana bu ifodamiz x plus 2 ning to'la kvadratiga keladi, to'g'rimi? Ko'paytirilgan. Bunda x ning 4-inchisi minus 8x kvadrat plusda 16 qolamiz, plus 4 yozamiz. Shunda mana bu bizda x minus x kvadrat minus 4 ning to'la kvadratiga keladimi? Xo'p, teng 8. Shunda mana bu x minus x plus 2 ning to'la kvadrati plus 2 ko'paytirilgan x kvadrat minus 4 ning to'la kvadrati plus 4 teng 8 bo'ladi. Bunda endi o'xshash joylarni oladigan bo'lsak, qaranglar.
Mana bunda x kvadrat plus 2 ning kvadrati plus 2 bo'lyapti, to'g'rimi? Mana bu 0 bo'lsa va mana bu 0 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytmamiz nima bo'lyapti? Mana buni eng kichkina qiymati qaysi qaranglar? Mana buni eng kichkina qiymati. Eng kichkina qiymat necha bo'lishi mumkin? Eng kichkina qiymat 2 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? -2 bo'lmaydi, chunki mana bu ham musbat son, to'g'rimi? Mana bu 2. Buni eng kichkina qiymati faqat 2 bo'lishi mumkin, mana bu 0 bo'lganda, to'g'rimi? Endi mana bunda buni eng kichkina qiymati necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Sababi mana bu kvadrat son. Masalan, kvadrat sonimiz eng kami 1 bo'ldi deganda, mana bu 5 ga aylanib ketib qoladimi? To'g'rimi? O'sha katta bo'lib ketib qoladi. Endi qaranglar, ikkita ko'paytmaning eng kichkina qiymatlaridagina 8 chiqyapti, to'g'rimi? Ya'ni 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 chiqadi. Demak, bizda yechimlarimiz mana buni va mana buni 0 ga tenglaganimizda bo'ladimi? To'g'ri? Qolgan hollarda katta bo'lib ketadi. Masalan, mana bu 1 bo'ladigan bo'lsa, 5 karra, masalan, x 1 bo'lishi uchun necha bo'lishi kerak? 1 demaylik, boshqa chiqadigan son aytaylik, necha bo'lishi mumkin? X ga 1 beraylik, masalan, oddiy x ga 1 beramiz. X ga 1 beradigan bo'lsak, 1 minus 4 kvadrati 9 bo'ladimi? Minus 3 kvadrati 9 bo'ladi. 9 ga 14 qo'shadigan bo'lsak, 13 bo'ladi. Ko'paytirilgan bu 1 9, 9 kere 2, 9 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 11. O'sha kattaroq ketyapti, to'g'rimi? Kattaroq ketadi. Demak, ikkala ko'paytmaning eng kichkina qiymatlaridagina mana bu 8 chiqyapti. Qolgan qiymatlarda kattaroq ketar ekan. Shuning uchun har bitta mana bu kvadratlarni 0 ga tenglaymiz. Mana bu ikkita kvadratni, ya'ni x plus 2 ning 0 ga tenglaymiz. X kvadrat minus 4 ni ham 0 ga tenglaymiz. Shunda x teng minus 2 degan yechim chiqadi. X teng plus minus 2 degan yechim chiqadi bunda, to'g'rimi? Plus minus 2 degan yechim chiqadi. 2 qo'ysak ham 4 bo'ladi, minus 2 qo'ysak ham 4 bo'ladi. Aytsak 0 bo'ladi. Tushunarlimi? Shunda bizda umumiy yechim x ikkalasini ham qanoatlantiradigan yechim olishimiz kerakmi? To'g'rimi? Bir vaqtda qanoatlantiradigan yechimni. Shunda x teng minus 2 ni olamiz. Sababi, agar x teng plus 2 ni oladigan bo'lsak, mana bu necha bo'ladi? 4 bo'ladi, 6 bo'ladi, 6 kere 4 24 bo'ladi, katarib ketadi. To'g'rimi? Shuning uchun faqat ikkalasini qanoatlantiradigan x teng minus 2 degan yechimni olamiz. Tushunarli bo'ldimi? Hop, endi 125-misolga qaraymiz. 125-misolda ham o'sha tenglamani yechishimiz kerak. Bunda belgilash kiritamiz, qaranglar. X kvadrat minus 4 ni a deydigan bo'lsak va x kvadrat plus x minus 20 ni b deydigan bo'lsak, to'g'rimi? Mana bu nima bo'ladi, mana bu ifoda? A plus b bo'lib qoladimi? To'g'rimi? Ikkalasini qo'shib olinglar. 2x kvadrat plus x minus 24 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Demak, ifodalaymiz. A ning kvadrati plus b ning kvadrati teng a plus b ning kvadrati bo'ladi. Soddalashtiramiz. A kvadrat plus 2ab plus b ning kvadrati teng a kvadrat plus b kvadratga. A kvadrat b kvadrat qisqarib ketadi. Shunda 2ab teng 0 bo'ladimi? To'g'rimi? 2ab teng 0. Shunda 2 ko'paytirilgan a ni o'rniga qo'yib yuboramiz x kvadrat minus 4 ni. B ni o'rniga qo'yib yuboramiz x kvadrat plus x minus 20 ni. Teng 0. Endi har bittasini 0 ga tenglaymizmi? Buni ham 0 ga tenglaymiz, to'g'rimi? Tenglaymiz. X kvadrat minus 4 teng 0 deymiz. X kvadrat plus x minus 20 teng 0 deymiz. Tushunaymi? Endi bunda x teng plus minus 2 degan yechim chiqadi. Bunda x ko'paytirishga yozsak, x plus 5 x minus 4 degan yechim chiqadi. Ko'paytirishsa, v teoremasdan foydalansak shunday chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni yig'indisi x1 bilan x2 yig'indisi 1 ga teng bo'lgan. Ya'ni bunda x1 imiz minus 5 chiqyapti, x2 imiz 4 chiqyapti, to'g'rimi? Minus 5 ga 4 qo'shadigan bo'lsak, minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni mana buni o'rtadagi minusligiku minus 1 taqsimlar. Ko'paytmasi esa 20 bo'ladi. Minus 5 ga minus 4 ko'paytirgan bo'lsak, minus 20 bo'ladi. Tushundingmi? Demak, yechimlarimiz x teng x1 teng minus 5 va x1 x2 teng 4 degan yechim bo'ladi va xlar plus minus 2 degan 4 ta yechim bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, doskaga yozsangiz bo'ladi. Davom etamiz o'quvchilar. 133-misolga qaraymiz. 133-misolda x kvadrat minus 8x plus 9 deb bunda bizda tenglamaning haqiqiy ildizlari kvadratlar yig'indisini so'rayapti. Ya'ni haqiqiy ildizlarning kvadratlar yig'indisi, masalan, x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati va shunaqa bo'lishda haqiqiy ildizlarining kvadratlar yig'indisini so'rayapti. Endi qaranglar. Bunda mana bu butun qism x, mana bu butun qism x bizda qandaydir n bo'lsin.
Ya'ni bilmaymiz-da bu butun qismi nimaligini. To'g'rimi? Ya'ni sonni butun qismi. Chunki mana bu yerda kvadrat bor-ku, butun qismini kvadrati emas-da bu. Shuning uchun butun qism x ni endi belgilab turadigan bo'lsak, x kvadratimiz nima bo'ladi? X kvadrat teng bo'lib qoladi. Buni hammasini bir tarafga o'tkazsak 8n minus 9 ga bo'ladimi? To'g'rimi? 8n minus 9 ga bo'ladi. Endi x kvadrat 8n minus 9 ga teng bo'lsa, butun qismning qoidasida, ya'ni butun qismning qoidasi mana bunaqa. X imiz katta yoki teng n plus 1 bo'lib qoladi. N dan bo'ladi, n dan. Katta yoki teng n dan. Kichkina, qat'iy kichkina n plus 1 dan. Ya'ni x imiz mana bu butun qismidan, masalan x imizni 1.2 deydigan bo'lsak, u 1 dan katta, lekin 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 2 dan kichkina. Masalan olaylik, x ni o'rniga masalan 2,5 olaylik. Butun qismimiz nima bo'ladi? Butun qism x imiz 2 bo'ladimi? Butun qism x imiz 2 bo'ladigan bo'lsa, bizda 2,5 katta yoki teng, mana katta, aniq. Masalan 2n bo'lyapti-ku, n o'rnida kelyapti, to'g'rimi? 2 imiz n o'rnida kelyapti. Shunda n o'rniga 2 ni qo'yamiz. 2 dan katta, kichkina, 2 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 3 dan. Ya'ni 2,5 2 dan katta, 2,5 kichkina 3 dan bo'lyapti, to'g'rimi? Endi bizda har tomonni kvadrat ko'taradigan bo'lsak nima bo'ladi? N ning kvadrati kichik yoki teng x kvadrat kichkina n plus 1 ning to'la kvadrati. To'g'rimi? N plus 1 ning to'la kvadrati. Shunda mana bu n. Shunda bizda x kvadrat o'rniga 8n plus 8n minus 9 qo'ysak bo'ladimi? X kvadrat o'rniga. Shunda n kvadrat kichik yoki teng 8n minus 9 kichkina n kvadrat plus n plus 1 dan. 2n plus 1 dan. 2n plus 1 dan. Endi buni alohida ishlab olamiz. Ya'ni n kvadrat kichik yoki teng 8n minus 9 deymiz. Va n kvadrat n 8n minus 9 kichkina n kvadrat plus 2n plus 1 dan ko'rinishda ikkita tengsizlikni ishlaymiz. Bunda n kvadrat minus 8n plus 9 kichik yoki teng 0 bo'ladimi? Kichik yoki teng 0 bo'ladi. Shunda buni ochadigan bo'lsak, ildizlarimiz diskriminantdan foydalanadigan bo'lsak, x1 n1 2 ni topadigan bo'lsak, xo'p, bu 8 plus minus ildizosida 64 minusda 36 taqsim 2 bo'ladi. Bu 8 plus minus 2 ildizosida 7 taqsim 2 bo'ladi. Chunki 64 dan 36 ayirsak 28 bo'ladi. U 2 ildizosida 7 bo'ladi. Bu 4 plus minus ildizosida 7 degani. Endi 4 plus minus ildizosida 7 degani. Bizda boyagina formula bor edi-ku, yechimlarimiz 0 ga erishtiradigan yechimlarimiz 4 plus ildizosida 7 va 4 minus ildizosida 7. Shunda sonlar o'qini chizadigan bo'lsak, 4 minus ildizosida 7 bu tarafda bo'ladi, 4 plus ildizosida 7 bu tarafda bo'ladi. Xo'p, 4 plus ildizosida 7 dan katta sonlar beradigan bo'lsak, musbat bo'ladi, manfiy bo'ladi. Oralig'ida bu musbat bo'ladi. Bizda kichkina oraliq kerak, to'g'rimi? Ya'ni manfiy oraliq kerak. Mana bu oraliq kerak. Ya'ni 4 minus ildizosida 7 dan 4 plus ildizosida 7 ikkalasi ham kirishi mumkin. Sababi bizda tenglik ishorasi bor. 4 plus ildizosida 7 ga. Ya'ni bu oraliqda qaysi sonlar bor? Mana bu 4 minus ildizosida 7 degani bizda bu 1 butun nechidirlar, to'g'rimi? 4 minus ildizosida 7. Taxribiy eng kichkina qiymati 1 deylik, chunki mana bu 2 butun nechidirlar, to'g'rimi? 7 degani, ildizosida 7 degani 2 butun nechidirlar degani. Shunda 4 dan 2 butun nechidir ayirsak 1 butun nechidir chiqadi-ku, to'g'rimi? Masalan 1 butun nechidir? 1.3 mi, 1.2 deylik taxribiy. 1.2 chiqadi, to'g'rimi? 1.2 bu 4 plus ildizosida 7 esa 4 plus ildizosida 7. Bu 2 ga 2 butun nechidirni 4 ga 2 butun nechidir qo'shsak 6 butun nechidir bo'ladi, to'g'rimi? 6 butun masalan 3 bo'lsin bu. To'g'rimi? 6 butun 3 bo'lsin taxminiy deylik shu qiymatda. Endi qaraydigan bo'lsak, bu 1.2 dan 6.3 gacha bo'lgan oraliqdagi butun sonlar necha bo'ladi? Butun sonlar. Bizda 2 bor, 3 bor, 4 bor, 5 bor, 6 bor, to'g'rimi? Ya'ni mana bu sonlar bor. Shu sonlar bor. Endi bu sonlarni manfiy bo'lib qolmasligini hisobga olishimiz kerak, mana bu yerga qo'yib. To'g'rimi? N o'rniga. N o'rniga 2, 3, 4, 5, 6 qo'yib ko'ramiz, to'g'rimi? Mana buning orasida.
Shunda x n teng 2 da x kvadrat teng bo'ladi. 8 ning o'rniga 2 qo'yamiz, 16 minus 9. Bu 7 bo'ladi. n teng 3 da x kvadrat teng 3 kar 8 24 minus 9. 24 minus 9 bizda necha bo'ladi? 15. Keyingisi n teng 4 da x kvadrat teng 4 qo'yadigan bo'lsak 32 minus 9. Bu 23 bo'ladi. n teng 5 da x kvadrat teng 8 kare 5 40 minus 9. Bu 31 bo'ladi. n teng 6 da esa x kvadrat teng bo'ladi. 6 qo'yaversangiz 8 kare 6 48 minus 9 teng 48 ni 9 dan ayiradigan bo'lsak necha bo'ladi? 39 bo'ladi. Endi 39 bo'ladi, 39 bo'ladi. Endi bizda mana bular ildizlarning kvadratlari o'zi shu. Tushundingmi? Ildizlarning kvadrati masalan x kvadrat deganda o'zi biz x ni oldik-ku masalan. Bu bitta yechim bo'ldi, to'g'rimi? n teng 2 deb. X teng yechim bo'ldi. Bu o'zi kvadrat tayyor turibdi. Ya'ni x ning kvadrati bu. Qaysidir ildizining kvadrati. Birinchisinimi, ikkinchisimi? Bu ham ikkinchisinin kvadrati. Bu uchinchisi, bu to'rtinchisi. Ya'ni n ga 4 beradigan bo'lsak x kvadratimiz xuddi shunaqa chiqadi. N ga 5 beradigan bo'lsak x kvadratimiz xuddi shu chiqadi. Ya'ni kvadrati o'zi ma'lum turibdi-da. 31 degan, to'g'rimi? Ma'lum bo'lib turibdi. Shunda bizda mana shularning yig'indisini so'rayaptimi shunda? Haqiqiy ildizlar kvadratlari yig'indisini qo'shib chiqadigan bo'lsak. Endi nimaga mana bu oraliqda ishlamadik? Qaranglar, mana bu oraliqda nimaga ishlamadik? Buni hisoblaydigan bo'lsak qaranglar, nima bo'ladi? n kvadrat plus 2n plus 1 bizda katta 8n minus 9 dan, to'g'rimi? Buni o'tkazadigan bo'lsak n kvadrat minus 6n plus 10 bo'ladimi? Katta 0 dan. 36 dan 10 dan 40 dan ayiradigan bo'lsak diskriminantimiz nima bo'lyapti? Manfiy bo'lyaptimi? 36 minus 40 minus 4 chiqadi, to'g'rimi? Manfiy bo'lyapti. Manfiy deganimiz yechimga ega emas edi-ku. Bu degani har doim musbat degani mana bu ifoda. N ga qanaqa qiymat qo'ymaylik, mana shart qanoatlantiradi degani. Ya'ni n istalgan son, ya'ni minus cheksizlikdan plyus cheksizlikkacha ketaveradi degani. Tushundingmi? Bu shu ketadi degani va uning ichidan mana bu oraliqda ham ajratib olishimiz kerak. Shunda bizning umumiy yechim mana buni o'zi bo'lib qolaveradi-da. Tushundingmi? Shunda mana bularni yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 7 plus 15 plus 23 plus 31 plus 39. Hop, bunga buni yig'indisi 70 ni beradi. Hop, bunga buni yig'indisi 30 ni beradi, 45 ni beradi. Egalasini qo'shadigan bo'lsak 115 chiqadi yechimi. Tushundingmi? Shunda 115 chiqadi. Bizda haqiqiy ildizlari kvadratlari yig'indisi 115 bo'ldi. Tushunli bo'lgan bo'lsa doskani yozsangiz bo'ladi. Savollar yo'qmi? Yoki yozinglar. Xo'p o'quvchilar, bugungi mavzu shulardan iborat edi. Agar sizlarga mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman va sahifamga obuna bo'lasiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.